Futbol bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati kubogining saralash bosqichi o'yinlari respublikamiz bo'ylab davom etmoqda. Ayni kunlarda 208 ta tuman shaharlarda musobaqaning saralash jarayonlari o'tkazilmoqda. Navbatdagi manzil Yashnobod tumani bo'ldi. Jarayonlar muxbirimiz Mirzolim Rustambekov lavhasidan o'rin olgan. Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalari erkaklar va ayollar o'rtasida mini futbol va futbol turlarida tashkil etilgan. Musobaqaning Yashnobod tumani bosqichida ham har ikkala yo'nalishda faol qatnashgan va g'oliblikni qo'lga kiritgan jamoalar munosib rag'batlantirildi. Xosiyatli jamoasi esa kattalar o'rtasidagi futbolda mutlaq chempion bo'lib, shahar bosqichida Yashnobod tumani sharafini himoya qiladi. Mini futbolda ham o'ynadik. Ozgina omadimiz yetishmadi, lekin katta futbolda anchagina kuchliroq komandalar bo'ldi. Menimcha eng oxirgi komanda biz uchun ancha qiyin rol o'ynadi. Musobaqalar 20 daqiqadan 2 taymda o'tkazildi. Xosiyatli jamoasi finalda raqiblarini 2-0 hisobda mag'lubiyatga uchratib, chempionlikni qo'lga kiritdi. Final bahslarida yaxshi o'yin ko'rsatganlar ham turli nominatsiyalarda taqdirlandilar. Bugun Yashnobod tumanida Davlat xavfsizlik xizmati raisi mini futbol kubogi sohibi bo'ldik. Qolaversa musobaqaning yaxshi darvozaboni topildim. Bu bizlar uchun yuksak e'tirof. Xudo xolasa shahar chempionatlarida, respublika chempionatlarida ham kubokka boshimizni uzra baland ko'tarib, Yashnobod tumaniga kubokka olib kelish va'dasini beramiz. Aytish joizki, bu kabi sport musobaqalari yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishda muhim ahamiyatga ega va jarayonlar respublikamiz bo'ylab davom etmoqda.